Assalomu alaykum. Siz uchun eng zo'r bloger kim? Mo'min Life yoki Mittimi? Mo'min Life. Mo'min Life yoki Anjanli bola? Nima qiladi Anjanning bola? Muhammad Ali. Lekin zo'r bacha o'zi. Mo'min Life. Mo'min Life yoki Hikmatullayev? Mo'min Life. TV 40 ga uraylar. Mo'min Life yoki Suhrob Islomov? Suhrob o'zi yaxshi bacha, lekin Mo'min Life'da Bilaydi mana shunday bo'lishini. Mo'min Life yoki Rahmiddin Qodirov? Rahmatning qodi kim shunaqa bloger bo'lmi shunaqa? Men to'lamayman uni qachbala. Alama mollab o'tgan safar Shahboz Sattorov Chechenka deb o'tiribdi. Shahboz Sattorov yoki Chechenka? Chechenka. Kim o Shahboz Sattorov? Men to'lamayman Rahmiddin, Mo'min Life. Mo'min Life yoki Nozanin Salimova? Nozan biz bilan chiqqan qizchami? Bo'lmaydi. U bloger emas-ku, rol o'zi 50 marta o'ynaydi. Mo'min Life. Mo'min Life yoki Shahlo Alijonova? Mo'min Life. Og'zingga kishi seni. Mo'min Life yoki Aziza Abdullayeva? Aziza Abdullayeva, tamom. Aziza Abdullayeva yoki Shahboz Narziyev? Kalmani kosmosdagi Aziza Abdullayeva. Boykotda ishini qilmang. Aziza Abdullayeva yoki O'tkir Shodmonov? Yo Aziza Abdullayeva. Aziza Abdullayeva yoki Bobur Mansurov? Bobur Mansurov endi. Bobur Mansurov yoki Shahboz Sattorov? Men o'zim shuna ijodkor, yaxshi, shu talantli